Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xinim nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'rida anlatildi. İsmailxon yeniga chaqmoq tezligida qaytib kelgan jiyan qizi Malika Muhtaram xonimning bu karomatiga ham hayron bo'ldi, ham qoyil bo'ldi. Malikaning bu bahodirligini o'z ko'zi bilan ko'rgan Oqsuv qo'shinlari barikalla etishdi. Jarri sadosizin vujudini qoplab olgan vahima tarqalib, so'ran cho'qon selishib, nari tortishga boshladi. İki taraf lashkarlarining o'qiyotchilari bir-biriga qaratib, bir pas o'qiya etishdi. Har ikki tarafning lashkarlari qalqonlar bilan yo o'qidan mudofiilmishdi. Sultan Yo'lbosxon lashkarlarni o'qiya etishdan to'xtatib, sarkardalarni boshlab oldiga 100 qadam ilgarilab to'xtadi. Xo'ja Hidoyatulloh ishondan boshqalarining hammasi jang kiyimlari kiyishgan bo'lib, Po'lat dubulg'ilarining qubbullari quyosh nurida vol-vol qilib ko'z chaqatdi. Beshiga oq sallovor, oq yaktak kiyib, oq tulparga minib olgan Hidoyatulloh ishonning so'latlik turqi alohida ko'zga chiliqatdi. U eli ham ot ustida o'ltirib, qo'ldagi kahravo tasvini to'xtamay seyriydi. Lavlari xuddi afsun o'qiyotgandek to'xtamay midirlaydi. Bularning dal o'ttirsa turgan Yo'lbosxon beshidagi oltin dubulga uchsidagi zarbon shahonil libos bilan xuddi oltin uzukning yoqut ko'zidek alohida ko'zga tashlanadi. Uning orqasidagi to'g'chi lashkarlar ko'tarib olgan yuzlagan to'q alamlar ko'kda hayvatlik lapildaydi. İsmailxonmo sarkardalarni boshlab Yo'lbosxon bilan 100 qadam orliq qoldirib to'xtadi. Malika Muhtaram xonimning boyi ko'rsatgan bahodirligi bilan uning vujudidagi vahima butunlay tarqalib ketgan bo'lib, ot ustida to'limi mag'rur o'tiradi. İsmailxonning dubulg'i savut kiyib, to'liq qurollangan sarkardalar orasida vujudidagi vahimasi texicha besilmagan Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Ishon etining tizginini kayniga burab, jinini yoqqa elib qochdigandek alpozda tugilib o'tirdi. Beliqut qazini yovlashganlarga emas, etining beshiga tikib olgan edi. Assalomu alaykum, ey muhtaram tog'a, deb ot ustida Ismoilxonga salom berdi Yo'lbosxon. Ahvollari yaxshimi? Va alaykum assalom shahzoda, dedi Ismoilxonmo salomni ilik elib. Yo'lbosxonni xon oliylari deb atamasdi. Buncha haraj tortib, Oqsuv diyoriga qadam keltirishlarining bahsi nima ekan? Tashvishlanmanglar tog'a, dedi Yo'lbosxon o'zini xotirjam tutishga tirishib. Oqsuv diyoriga qadam keltirishimning bahsi shuki, birinchidan sizga qarindoshim bo'lmish og'i Buyduruqqa salom berish. Ikkinchidan, tasarruf ziminim bo'lmish bu Oqsuv hududligini ko'zdan kechirish. Buningdan o'zga muddaoyim yo'qdir. Yo'lbosxon o'zining haqoqlik o'rnini pash qilish orqali Ismoilxonga o'zining qo'l ostidagi bir yurtning noibi va amiri ekanligini eskartib o'tdi. Mehmondorchilik keldim deganingiz bilan orqangizda qilinch yalang'ochlab turgan tumanlagan lashkarlaringiz tursa, nechun tashvishlanmagayman shahzoda? Bu lashkarlar sizga qilchilik zarar yetkazmagay tog'a, dedi Yo'lbosxon. Faqat sizning homiyligingizga erishgan ahli sulukimizning ashaddiy dushmani Murtad Xo'ja Abdulloh Ishon bilan xalqimizning osisi Amir Mirza Bobobek qatorliq munofiq sotqun amirlarni topshirib bersingizlar, lashkarlarim Ostonaga qaytadi. Sizmi bu hududlikda xotirjam noib va amirlikda qilaverasiz. Bo'ldi bas, deb baqirdi Ismoilxon. To'la haddimizdan oshma. Kimning xalqimizning osiy ekanligini men obdan bilaman. Aslida xalq saltanati akam Sultan Abdullohxonning keyin babayı Bözürük Sultan Abdurrahman alilerden davamlı kelayotgan udum bo'yicha
xonning cho'ng inisi bo'lmish, manga mansub bo'lish kerak edi. Ammo akam Sultan Abdullah Xon bu udumni buzib, o'z pushti bo'lmish cho'ng o'g'li bo'lgan siz shahzodaga taxtni o'tinib berish niyatida vali ahdilik yorlig'ini menga emas, sizga tushirdi. Biz inillarni dushman qatorida ko'rib, o'rdidan chatlashtirish maqsadida yoqi yurtlarga avatibdi. Xudoning buyrug'ini shu o'xshaydi deb buningga mayli dedik. Ammo siz taxtda o'tirishga oldirib, postimizga kirib olgan bir qism so'zanchi, qora yuz, noshkur munofiqlarning kushkurchi bilan o'z otimizga chopqin qildingiz. Hatto haddingizdan eshib, ostoniga lashkar tortdingiz. Oti nasihatiga quloq solmay, yotlarning gibiga kirdingiz. Oxirda o'z qerinishimiz bo'lmay Sultan Abdumo'min Xon shahzodani o'tirib, taxtni tortib oldingiz. Aslida mushuni bilan bo'ldiqsimiz yaxshi bo'ladi. Ammo xalq qonun yasoqlarga o'z besimchilik bilan tuzitish kirgizib, sulh targ'iboti va sulh taqibi olib bordingiz. Mushu sababdan nurg'un begunoh, oddiy avom ra'yimsizlarcha o'ltirildi. Xoni vayron bo'ldi. El-yurt azob dengizida qoldi. Och ko'rgan tavarruk amirlarni e'tiborlab ishiltishdi yo'q. Ularga osiy degan bo'xtonni chaplab, kallasini oldingiz, xo'rladingiz. Mana endi nomus qilmay, mendek ot yo'lliq tog'ingizni jazolamoq bo'lib, lashkar tortib ketibsiz. Aytma. Hamma niyat iqbolimiz o'p-o'ch bo'lsa, avor bo'lib yurishingiz ne hojat? Uning ustiga sizdek bir ot qotildan qandoqmi vafo kutkili bo'lsa? Sizni aşı asi murtatlar aldırıp ketibdi o'taga. Dedi Yo'lbosxon gapgo'r bo'ldi. Shu topda sizga yurak bag'rimni berib ko'rsatsammi, behuda avora bo'lgan o'xshayman. Sizga eng oxirgi maslahatim shuki, Oqsudagi avom ra'iyatni balo qazondan saqlab qolay. Bu hududga izzatim bilan yurtchilik qilay desangiz, endi murtat osilarni o'z qo'lingiz bilan bog'lab menga topshiriq. Qoldi ishlar sizning ixtiyoringizcha bo'lsin. Meningmi shunday qilg'im bor. Ammo boshqalar unumasmiki? Dedi Ismoilxon Yo'lbosxonni qasddan ko'ldirdi. Kimkani sizning gapingizga kirmaydilar. Ana, "Ov, bahodirlar!" dedi Ismoilxon masxarlik qilgunicha orqasidagi lashkarlarni ko'rsatdi. Yo'lbosxon tog'isining javobini olib, g'azabdan titradi. Ishlari o'chirladi. "Maylamsa, hurmat qilmadi deb mendan ranjimagaysiz." Yo'lbosxon shundoq dedi-da, orqasiga qarab qamchisini tushirdi. "Qani sarkarda lashkarlarim, bu osiy murtatlarni rahim qilmay qiringlar." Har ikki tarafning lashkarlari bir-biriga qarab shiddat bilan boshlandi. Qilishlar naq bo'yinni nishonlab chekdi. Nayzira dal yurakni nishonlab sanchildi. Jang qurollarining bir-biriga zarb bilan urilishidan chiqqan jang-jung, jaroq-juruq sadolari bilan tig' zarbisidan ichinishlik nola qilgan lashkarlarning noli faryodi butkul soyni larziga keltirmoqda edi. Shu asnoda Ismoilxon qo'shinidan jang dumboqlari gumburlab, bo'shturmidagi lashkarlarga balgi berdi. Shu hamon Yo'lbosxon qo'shinining o'ng, so'l va orqa tarafidan 3 to'p lashkarlar otlarining quyrug'iga quruq shoxlarni so'ritib, soyda quyuq to'p tuman paydo qilgancha yov qo'shiniga hujum boshladi. Osmon palaki ko'tarilgan to'p tuman orasidan etilib chiqqan lashkarlarning sonini bilolmagan Yo'lbosxon lashkarlari sarosimga tushdi. Jang sepi buzildi. Ular yo oldidagi yovga taqobil turishni, yo keyindan kelgan dushman bilan jang qilishni bilolmay gangirdi. Jasorati sustlashdi. Bir to'p qo'riqchi lashkarlarning hamrohligida Yo'lbosxon lashkarlarining sepiga bostirib kirgan Mirza Bobobek ovozining barcha tovlamoqda edi. Ostonning bahodir arslonlari! Men sizlarning amringlar Mirza Bobobek bo'laman. Addu adolatni yoqlaydiganlar, menga aytishinglar. Taxt o'g'risi Yo'lbosxonga aytishib, behuda qon to'kmanglar. Buyuk Saidiya saltanatining haqiqiy tinchligini qo'g'dashni xohlaydiganlar, men bilan yuringlar. Ostonning bahodir arslonlari,
Men sizlarning Amirullah Mirza Babog'bay bo'laman. Mirza Babog'bayni ko'rib turganlar ovozini anglab tariq etganlar darhol atrofidagi savdoshlarga xabar yetkazib Mirza Babog'bayning kaynidan agashdi. Nayisining uchini kayniga qaratdi. Jang sepining qalayim-qallashib ketgandi. Lashkarlarning jasoratining uslab ketib qolganligini ko'rgan Yo'lbosxon ahvolning chatoqligini his qilib, lashkarlarga o'z qarorgohlariga chekinishga farmon tushirdi. Yo'lbosxon lashkarlarining chekinayotganligini ko'rib, Ismoil xonning lashkarlariga jangni to'xtatishga buyruq berdi. Bir oshpishim vaqt elib berilgan shiddatli maydon urushida Yo'lbosxonning uyqusizlik safar hordig'ini chirmib olgan lashkarlardan 3000 dan ortiqi jenidan judo bo'lgan edi. 3000 ga yaqin lashkari og'ir jarohatlangan edi. Mirza Babog'bekka agishib, Ismoil xonga o'tib ketganlarning sonimi 5000 dan oshgan edi. Hidoyatullo Eshonning Sofiya lashkarlarining yerimi degidek qirilib ketgan. Bir qut xazinasi Ismoil xon qo'shindimi 1000 dan ortiq lashkar o'lgan. 2000 ga yaqin lashkar og'ir yaralangan edi. Yo'lbosxon lashkarlariga yetgan bu og'ir talofatdan va Ostoning muhofizatchi qo'shinining qilgan osiyligidan qattiq g'amga patdi. Bargohi oldiga yo'qlab kelgan tor ustozi Hidoyatullo Eshong'imi qopqini turib chiroy ochmadi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Barliq qarorgohlarga tarma, dedi Yo'lbosxon qo'rqib titrab turgan yot shibigiga qarab. Lashkarlar qo'rsqini to'qlab olgandan keyin peshin asr namozini o'qimay, qenib uxlab olsin. Yo'lbosxonning bu g'alit farmoni Xo'ja Hidoyatullo Eshonni taajjubga soldi. Peshin asr namozlarini o'qimasin degani qandoq gap o'zi? Bumi lashkari tadbirmidi? Bundaq vaqtda namozni qazo qilish emas, balkim vaqti qaraldi o'tab, Alloh taolodan g'albun nusrat ato qilishni tilash kerak edi. Yo'lbosxon sayxonasiga to'ldirib nashsilingan, dastasiga qimmat baholiq rangdor toshlardan ko'z qo'yib naqshlangan chiroyli chilimini xumorliq bir nechini sho'rib o'tgandan keyin Hidoyatullo Eshonga taqladi. Chekib qo'ysizlar, apara. Ordiqni oladi. Eshon gap so'zsiz chilimni qo'liga oldi. Xuddi dam tortib ketmoqchi bo'lgandek barliq vujudi bilan sho'rib edi, eg'iz burunlardan yangdek ko'kish tutun turilib chiqdi. Bargohi olidagi ikki mahram ularning put qo'llarini yumshoq tutib otdi. Lashkarlarni namoz o'qishga qo'ymay uxlashga farmon berdilar, ona hazrati, dedi Hidoyatullo Eshon ko'nglidagi tugishni yeyishga tirishib. Demisimi ular bek charchab ketdi. Aram olmasimi bo'lmadi. Ammo yov lashkarlari burnimizning tegizib turibdi. Tunji jangda Nusrat ularga yuzlandi. Olim hadis ular qornini to'qlab olgandan keyin g'albisiga tamanno qo'yib, qarorgohimizga bostirib kelib qolsa, xotirjam bo'lsa bizni ko'rarim, dedi Yo'lbosxon Eshonning og'zidagi gapni tortdi. Ularmo hardi, charchidi. Lashkarlarni tartib soladi. Eng tez kelgandimi, xuttamdan burun qarorgohimizga tegish qilmaydi. Mahramda dasturxon silib dasturxon ustini dumlab pishirgan qo'zi go'shi, boshqa ko'pi, badam yamoq meg'izi va yog'liq to'qash bilan ko'miverdi. Sharab keltiringlar, dedi Yo'lbosxon qopqini tutib. Shu hamon mahramlar dasturxonga 2 xumra sharab bilan 2 kumush kosa keltirdi. Kosaga liqlab sharab qo'ydi. Qani asla buzuruk var. Sharab ishkash, qo'rsaqni raso bir astarlayli, dedi Yo'lbosxon boshqa ko'pini ishtaho bilan yegash. Hidoyatullo Eshon Yo'lbosxon bilan pat-pat sharobbozlik qilib o'zbatlashadi. Shariat ahkomlariga qattiq rioya qilib odatlangan oddiy xalq islom aqidasida harom deb cheklangan sharobni ichish tugul, sharob ichgan qochiladimi tomoq yeyishni qattiq gunoh deb biladi.
din peshvasi, Sülük yolbaşçısı, Avliya Qutbul Aqtab, Sultanul Muhaqqaq, Valiyullah deb qattiq cho'qindigan Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning kun atlab sharafxo'rlik qilganligini zinhor bilmaydi. Hatto xiyoliga keltirmaydi. Yumshoq qo'zi go'shi, tamlik va quvvatlik bosh ko'pini to'yg'icha yeb, sharobni qong'icha ichgan Hidoyatulloh Eshon xeli obdan kayf bo'lgan bo'lib, mo'gdashga boshlagan edi. Qandaq, endi biroz orom edib olamlar bizrek bari, dedi Yo'lbosxon Hidoyatulloh Eshonni yengil noqib. Eshon cho'chib beshini ko'tardi. Xo'sh, shundoq qilayli degunicha o'rnidan qo'zg'aldi va sharob kayfida alang-salang dastigunicha o'zining xos chiliriga qarab maqdi. Bu chog'da kun o'tirgan bo'lib, zaminga tun pardasi yeyilishga boshlagan edi. Bargohi oliga yig'ilgan Ismoilxonning barliq sarkardalari g'alba tantanasiga cho'mgan edi. Amir Mirza Bobobay janoblarining bu tadbiri haqiqatan qaltis unumadi. Shundisizlar, xeli jonlarni ko'rganman, lekin bugünkidek oz lashkar bilan ko'p lashkarlarni vasvasiga selib g'alba qilganini ko'rib ekanman. Tadbir puxta bo'lsa, lashkarlarning oz ko'pligidan ancha vayim yemilik etgan. Mirza Bobobay janoblarining marhum Amir Kabir Hinduqush Mirza janoblari bilan bir qancha qitim jangbozlik mahoratida baslashib yiqitgan deb anglaydi. Har ikkilari bir-birlarini yengilmatganlar. Marhum Hinduqush Mirza xalqimizning eng buyuk sarkardasi edi, dedi Mirza Bobobay hasratlikda. Ol muhtaram ustoz bilan bir necha qitim sinishib boqqanim rost. Ammo bu xeli burun qishlar. Yilkimiz rasa to'shqan qaron mezgillarimiz edi. Hinduqush Mirza yolg'iz lashkari tadbirda emas, axloq fazilatimi kamolat yetgan kang qo'rsoq, apuchan odam edi. Shamsharbozlik, nayzibozlikda men hargizmi uningga tang tushamas edi. Hamsa tanishib qoptiganligi ustoz, oldirib so'radi bu ishga to'liq qiziqqan Malika muhtaram. Bu ish marhum Hinduqush Mirza bilan ikkimizning o'tirsida kissa. Bitpazlar ustoz, bizni bilib boqayli, dedi Malika muhtaram xonim oldi. Ma'qul, aytib bering, dedi Mirza Bobobay kulib. Aşu bir qitimliq baslashishda Hinduqush Mirza atrofimizda tomosha ko'rib turgan sarkardalar va minglagan lashkarlarning oldida mening yuz obro'yimni ayab, mahoratini to'liq ko'rsatmay elishib, mahorat sinishni men bilan tanglashgan hisobda oxirlashtirgan edi. Mundaq ishkanda, dedi Malika muhtaram xonim ancha qoyil bo'lmay. Bu Hinduqush Mirza toza qiziq odamga. Bu degan odatdagi bir basish bo'lsa, shuningmi yuz xotir qilish ketamdamda. Hamma odam sizga o'xshash yuzsiz emas Malika, dedi Mirza Bobobay kulib. Ayni yili sizlar o'qiya etish, shahmat o'ynashda Sulton Abdullohxon oliylarga yuz xotir qilmagan. Ha, shundoq, dedi Malika kulib. Shu chaqda xon atam yengilib qilib bu 100 obro'yi tushib ketmadi-ku, ayna. O degan xon oliylarida, dedi Mirza Bobobay. Xon oliylari yengsa, yengilsa baribir. Yana taxtda o'tirib, farmon yorliq tushiraveradi. Uning ijrosini biz amirlar bajaramiz. Ammo ashundoq oddiy bir sinishning bizdek odatdagidek amirlarga beradigan ta'siri boshqacha bo'ladi. Ayni yili Hinduqush Mirzaning 100 xotir qilishi bilan bo'lgan sinishda sarkarda lashkarlarga tanglashib qolgandek tuyg'u berib edi. Shu kundan boshlab sarkarda lashkarlar menimi xuddi buyuk amir Hinduqush Mirzani ko'rganda ko'rib,
hurmatlaydigan, har qanday buyrug'imga so'zsiz itoat qilgan bo'ldi. Endi Qushmirzimi tinch vaqtlarda lashkariy ishlarni menga tashlab berib, o'zi xotirjam aramaladi. Sarkarda lashkarlar oldidagi yuz obro'ylarini endi Qushmirza tiklab qo'yibdi ekanda. Shundoq malika. Bundoq sharafga erishgan yolg'iz malla emas. Marhum Cho'bik Mirza qatorliq bir qancha sarkardalarmi endi Qushmirza bilan jangbozlik mahoratida sinishib, tanishib qolgan edi. Ularmi endi Qushmirza yuz xotir qilib, yengib olmay tanglashib, yuz obro'yini ko'tarib qo'yibdi ekanda. Endi Qushmirzani jangbozlik mahorati va lashkariy tadbirda yagona iste'dod egasi deyishga bo'ladi. U kishi qo'rsig'idagi ilm mahoratini bizdan ayirgan emas. Shu sababdan menmi ancha-muncha jang tadbirlarini tuzishni bilaman. Endi Qushmirza bir kimning mahoratiga ancha oldirib qoyil bo'lmaydi. Ammo Malikamning o'qiya etish mahoratiga qoyil bo'lib, bir qancha qatim maqtab bergan. Shundoq gapim bormi teqi? Dedi Malika Muhtaram xonim o'zini u buyuk sarkardaning maqtig'ini olib. Shundoq Malika. Ayni yili Shahzoda Yo'lvosxonga jazo yurish qilganda, Qizilning u tarafidagi jangda xon yorlig'i bo'yicha silini elib qaytib kelgandan keyin, silining jangda sotqun Mirza Yusufbekni o'ldirib ko'rsatgan bahodirliklarni so'zlab kelib, agar yosh vaqtimdagidek ko'zlarim o'tkir bo'lgan bo'lsa, Malika Muhtaram xonim bilan marganlik sinishib boqqan bo'lardim. Aytangay, shu chog'dimi bu margan Malikadan yengilib qolar bo'g'iydim. Chenigan narsaga takkuzmay qo'ymaydigan emasmi bu Malika degan edi. Bo'libmi, silining ushqanda ketib qolgan qori tulparning ustida o'tirib, shaqqida kaynalariga burilibla o'qiya etib, qo'g'lab kelayotgan Mirza Yusufbekning ko'zini qo'yib etgan mahoratlariga bakmi qoyil bo'lgan ekan. Mirza Bobobek atrofidagi sarkardalarga qarab turib, gapini davomlashtirdi. Marhum Hind Qushmirza ketib qolgan ot ustida kayniga qayrilib o'qiya etish ajdodlarimizning eng burungi jangbozlik mahoratlaridan biri. Bundoq mahoratni xili men degan sarkardalarni voyaga yetkazib ko'rsatmaydi. Kayniga qayrilib o'qiyani otdi degandimi, chenigan narsaga dal takkizalishini tayin. Malika Muhtaram xonim bu mahoratda haqiqatan kamolat yetibdi deb sizni bir qancha qatim maqtagan edi Malika. Malika Muhtaram xonimning bu tarafini anglab, Oqsuv qo'shinining sarkardalari Malikaga texmo bak qoyil bo'lishdi. Ras. Malika Muhtaram xonimning o'qiya etish mahorati haqiqatan qalbga. Bismillah demasdan yov sarkardasining bir ko'zini yo o'qi bilan qo'yib emasmi? Shunda Malikamning bu mahorati bilan lashkarlarimizning jasorati necha hassa kuchayib ketdi. Bugungi jangning g'alabasida Malikamning bir o'lish topisi bor. Bugungi jangda nusrat qozonishimizda barliq sarkarda lashkarlarning topisi bor. Deb so'z oldi bayatdan beri jim o'tirgan Shahzoda Ismoilxon. Ammo Mirza Bobobek janoblarining ko'rsatgan topisi alohida bo'ldi. Jangda g'alaba qilishimizda dona tadbir ko'rsatib qolmay, texe yov qo'shini orsidan 5000 dan ortiq qillangan otliq lashkarni al qildirib, qo'shinimizning kuchini zo'raytdi. Ko'nglimdagi gapni qilsam, Mirza Bobobek janoblariga Oqsuvga kelgan hamon loyiqida biror mansab martaba hadiya qilish o'yin bor edi. Ammo boshqa sarkardalarning qoyil bo'lmasligidan ansirab, bu o'yindan vaqtincha voz kechgan edi. Mana bugun amir janoblari o'zining yagona iste'dodi, ajr to'p ko'rsatib, barliq sarkarda sarvozlarni qoyil qildi. Shunga qo'shinimizning Amrul Umroliqiga tayinladi. Ismoilxonning og'zaki farmoni oxirlash bilan barliq sarkardalar muborak bo'lsin deyishib Mirza Bobobekni qutlashdi. "Mang'uchu, mang'u biror mansab martaba inom qilala xonata", dedi Malika Muhtaram xonim kulib akilib.
mening bugungi jangda ko'rsatgan tuhfamni kichik ko'rib qoldimmi yo? Charchab qilmang malika, dedi Ismoilxon kulib. Siz degan qiz bola to'singiz. Qiz bola bo'lsam nima bo'pti? dedi malika bir oz ranjib. Sizlar meni davomli qiz bola deb ko'zlariga ilmaylar. Mirza Bobobek ustoz bilan Shirali Bahodir orig'i tushmagan bo'lsa, tosh qolatdilar meni mushu jangimni akamay Oqsuv qalasiga qamab qo'yg'ili. Malikaning bu gapini anglab, sarkardalarning hammasi qoqoqlab kulib ketdi. O'z vaqtida sizga marhum akam Sulton Abdulloh hammo tankilanmabdi ekan. Nurg'un ishlarda ra'yingiz beqibdi ekan. Ulug' sarkarda Hinduqush Mirzamo sizni gapiga kirgizmay, to'li jo'rab oxiri g'alvixo'r Malika deb atabdi ekan. dedi Ismoilxon Malikaga qoyillik nazar bilan qarab. Ashu ulug'lar yo'l qo'ygan yerda men yo'l qo'ymasam, ularning oldida otkorchilik qilgan bo'lib qolg'daymi? Bo'pti. Sizga rasmiy sarkardilik martabasini berdim. Maash ta'minatingiz boshqa sarkardalar bilan o'xshash bo'ladi. Hozircha 500 nafar xos navkaringiz, 1,5 ming lashkaringiz bo'ladi. Ammo bir shartim bor. Cho'qim qabul qilasiz. Yilg'o bir shartdan 10 shart bo'lsin mayli. Qani esla qanata. dedi Malika Muhtaram xonim xo'shalliqdan sakrab. Bosh-boshdoqlik, o'z beshinchilik qilmaysiz. Ilgari sizni bir Malika deb qarab, bosh-boshdoqligingizni kechirib o'tgan. Ra'yingizga boqqan edi. Hozirdan boshlab sizga Malika tariqasida emas, rasmiy sarkarda tariqasida muomala qilindi. Lashkar ishlarda Amrul Umraning farmoniga shartsiz bo'ysunsiz. O'z beshimchilik qilsangiz, lashkari jatoq qitarsiz. Hatto kallingizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Bo'ldi, bu shartga men rozi deganlarni bejandil o'rindayman xonata, dedi Malika Muhtaram xonim va'da berdi. Kichikkina bir ojizaga sarkardilik martabasi berib, lashkariy ishlarga aralashtirsak, qamlashmasmikin oliy biri? dedi norozi bo'lgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Ishon chiroyini purishdi. Shu topda Ishon Malikaning jangbozlik mahoratiga va sarkardilik martabasiga hasad qilib o'tdi. Chunki Ishonning odatdagi lashkarlarchilikmi lashkariy mahorati yo'q edi. Ilgari bir qancha qitimliq lashkariy yurishlarga qatnashgan bo'lsa-mu, qirchab sadolari palakni qushgan. Yigitlik jasoratini sinaydigan. Jasadlar dövülünüp, qalla eriq bo'lib eqiyotgan janggohga bir qitimmi nari tortib kirib boqmagan edi. Ismoilxon uningga qo'l berib, murt bo'g'ini bilan bir buzuruk deb alohida hurmat qilgani bilan texichila uningga rasmiy yo'sinda biror mansab, martaba in'om qilmagan edi. Shu turqida u muni malikchilikmi bo'lamayotdi. Xotirjam bo'lsa, hazratim, dedi Malika Muhtaram xonim mansitmaslik nazar bilan qarab. Men bu yil 16 yoshga qadam qo'ydim. O'z vaqtida baboyi ajdodlarimizdan buyuk podsho Bobur Mirza Olilarimi 7 yosh chog'ida jangga qatnashib, sarkarda bo'lgan ekan. Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Ishon islomiy shariatdan so'z etib, gap qilmoqchi bo'ldi-yu, lekin yana munozirlashsa, Malika gap tepib bermay, yengilib qilib, yuz obro'yini to'kib olishdan ansirab, og'zini o'mallab to'xtab qoldi. Ammo noroziligi chiroyidan mana-man deb chiqib turibdi. Muborak bo'lsin Malika Muhtaram xonim, dedi Amrul Umra Mirza Bobobek Malikaning beshini otilochi mehri bilan silab. Saidiya xonligi tarixida lashkariy martabaga erishgan tunji ayol sarkarda bo'ldi. Boshqa sarkardalarmi bir eg'izdan Malikani tabriklashdi. Endi barliq sarkardalar o'z qarorgohiga chiqib aramag'ay, dedi bir oz charchab qolgan Ismoilxon. Bugungi qalbimizdan mag'rurlanib, bexud tursak bo'lmas, dedi Malika Muhtaram xonim. Meningcha, har ehtimolga qarshi hozirlik ko'rib qo'yganimiz tuzuk. Bugun kecha yov lashkarlari qarorgohimizga bosqin qilishi mumkin.
Oğlu murtatlar boyi bizdan yengilgan to'sa, kechida qarorgohimizdan bosgan qilishga petinammas, dedi Xo'ja Abdulla Eshon Malikining so'zining shexiga urib. U shu topda o'zining tadbirlik ekanligini ko'rsatib qo'yishga oldirab qolgan edi. Lashkariy tadbirlar xotirlangan jangnomalarda nusrat qozonganlarning mag'rurlanib bexudlashadiganligi, mag'lub bo'lganlar qaytadan tayyorlik ko'rib, bexud turgan g'olib qo'shin qarorgohini bosqin qilib, mag'lubiyatini g'albaga aylantirdiganligi ko'p xotirlangan, dedi Maliki Muhtaram xonim va Amrul Umra Mirza Boboboyga qarab yepini davomlashtirdi. Bexud turishga bo'lmaydi ustoz. Har ehtimolga qarshi biror tadbir tuzib qo'yganimiz yaxshi. Malikamning deganlari durust, dedi Mirza Boboboy qoyillik bilan boshlashdi. Yo'lbosxon ko'p jang ko'rgan. Lashkariy ilmlarni xili puxta o'rgangan. Qo'v odam. Jang tadbiri tuzishga xilil eboba. Meningcha u bizni g'albidan mag'rurlanib bexudlashdi deb qarab, kechilcha qarorgohimizni bosqin qilishi mumkin. Ayg'oqchilarning xabar qilishicha, Yo'lbosxon lashkarlarining qarorgohidan peshin asr namozlariga to'langan azon ovozim anglanmoqdimish. Bu uning lashkarlarini uxultib orom oldirayotganligidan beshara. Kunduzi uxlagan odam cho'qim kechasi uxlamaydi. Demak, Yo'lbosxon bugun kecha qarorgohimizga tegish qilishi mumkin. Amsa muvofiq bir tadbir tuzaydi, dedi Ismoilxon jiddiylashish. Sarkarlarning hammasi Mirza Boboboyga qarashdi. Shu daqiqada Shir Ali Bahodir bilan Maliki Muhtaram xonimmi muvofiq bir tadbir ustida bosh qotiryapti. Qo'yiqsiz oldin maslahatlashib olgandek har ikkisi tangla yig'iz etishdi. Mehmonni soyibxonsiz kutib olish tadbirini ishlataylik. Ular gapini deb bo'lib bir-biriga qarab qaqoqlab kulib ketdi. Bu tasaddubiy to'g'ri kelib qolgan fikr birligidan boshqa sarkardalar hayron qilishdi. Mehmonni soyibxonsiz kutib olish tadbiri yov qo'shinining kechilik hujumini oldin mo'ljallagandan keyin qarorgohni odam bardek holatda jabduq quruq qoldirib, lashkarlarni qarorgoh sirtiga bo'ktirma qilib, kechida bostirib kelgan yov lashkarlari qarorgohda odam yo'qligini bilgandan keyin cho'chib sarosimiga tushgan vaqtida tuyuqsiz hujum qilib yo'qotish tadbiri edi. Bu tadbirni Yakin Saidiya xonlig'idagi sarkardalar mehmonni soyibxonsiz kutib olish tadbiri deb ataydi. Bu tadbir nurg'un janglarda ishlatilib, unumi ko'rilganligi uchun jangnoma va urush tadbirlarida xotirlangan edi. Maliki Muhtaram xonim bilan Shir Ali Bahodir bu tadbirni tangli esiga ilishgan edi. Bo'ladi. Mehmonni soyibxonsiz kutib olish tadbirini ishlataylik, dedi Mirza Boboboy bu tadbirni muvofiq ko'rib. Xuftandan keyin barliq sarkardalar o'z qarorgohlarini xuddi lashkarlar uxlayotgandek holatda jabduq chiroq yiqib qo'yib, qarorgoh sirtida o'ktirma bo'lib turgan. Yov lashkarlari qarorgohga bosqin to'liq kirib bo'lgandan keyin do'mboqchilab belgi berilgan hamon cho'qon so'ran silib, yov lashkarlarini vahimaga sog'ash hujumga o'tgan. Bosh ustiga, dedi barliq sarkardalar. Mening bu tadbirga ozroq tuzish kirgizgim kelyapti. Bilmadim, Amrul Umra janoblari qanday qaraydi-ki? Dedi Maliki Muhtaram xonim o'ychanlik bilan. Xo'sh qani, dedi Mirza Boboboy. Meningcha, quruq qoldirilgan qarorgohning atrofiga quruq o'tin qumush, shox-shumbu qatorliq oson ko'ydigan narsalarni dövlab, ustiga yog' chechib qo'ysak, yov lashkarlari qarorgohga bosqin kirib bo'lgandan keyin o't atar o'qi bilan qarorgohga o't qo'yversak, yov lashkarlari o't yalqinlarini ko'rib, texmi vahimaga tushgan, bizmi o't orqali ularni ko'ydirib tashlagan bo'lar edi. O't ko'ymay, aman qolgan yov lashkarlarimiz qilishlab, nayzilab, taltiks yo'qotgan bo'ladi. Bumi bo'lgan tadbirga, dedi Mirza Boboboy Malikining bayonlarini anglagandan keyin mamnunlik bilan boshlashdi. Qani, sarkardalar,
mushu tadbir bo'yicha tayyorlik ko'rgaysizlar. O't atar ya o'qini ko'parak tayyorlab olgaysizlar. Bosh ustiga. Anlayotganlar Belqut to'ridan anlatılayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ko'z yetkisiz cho'l bayog'ini zulmat bosgan edi. Solsa qo'lning uchini ko'rgil bo'lmaydigan qorong'ulikda yo'l bosgan yakki yegani tenab yuradi. O sarkarda lashkarlarning xizmatkor mahramlarining nega ketganligini faqatla aslayolmaydi. O'zining bu bayog'iga qandoq kirib qolganligini bilmaydi. Atrofidan yetqush hayvonlarning dahshatlik g'o'lashlari anglanib turadi. Yo'l bosgan bu bayog'indan chiqib ketishga, qorong'ulikdan qutulishga tirishib to'xtamay yuguraydi. Qo'rsqi to'limi echib ketgan. Ussuzlikdan tonglaylari chaq-chaq bo'lib ketgan edi. Yo'l bosgan bu zulmatlik bayog'inni birida ko'r, birida do'zax deb qiyos qiladi. Bu vahimadan qutulish uchun kuchining bericha yuguraydi. Ammo oyoqlari to'limi jonsiz, mag'dursiz edi. Shuncha tirmashsimi qadmin nihoyat tasdi yo'tkaydi. O sarkarda lashkarlarni, xizmatkor mahramlarni yiqilli bir joyda. Ularni qorong'uda ko'rolmayotman deb o'ylab to'g'lab boqdi. Ammo ovozi bakmi jonsiz chiqdi. Uni tutib qolgandek qiladi. Tuyuqsiz uning putiga bilakdek to'nliqda org'amchidek uzun bir narsa yogashgandek bo'ldi. O asta sipashtirib ketib edi, qo'liga so'g'uq qasroqlik bir narsa urindi. Yılan deb o'yladi yo'l bosgan qo'rqinchdan dir titrab. O hasharat jonliqlar orasida yılandan qo'rqatdi. Uningdan qutulish uchun putini silkib edi, yılan texmi bak yogashdi. Yılan uning putiga yogashgunicha yuqori o'rlayotdi. Mana endi beliga yogilishga boshladi. Qo'liqi tuvida kushildigan mudhish ovoz aniq anglandi. Dada deb jenining borichi to'lida yo'l bosgan madad bilan. Shu aman 5 qadam yiroqlikda chambar shakllik bir nur to'shkisi paydo bo'ldi. Ashu kichikgina yo'riqlikdan dadisi Sultan Abdullaxonning boshsiz gavdasi ko'rindi. Buni ko'rib yo'l bosgan texmi bak qo'rqib ketdi. G'oyibdan dadisining ovozi anglandi. "Men bo'ldingiz, ey aziz o'g'lim. Men bu zulmatlik bayog'ondan qutulolmayapman ota. Sarkarda lashkarlarim meni tashlab etdi. Oyoqlarimga yilon yog'ishib oldi. Faqatla midrilyanmidi. Meni bu yerdan qutqizmasizlar." G'oyibdan dadisining yana ovozi anglandi. "Ey aziz o'g'lim, sizni qutqizib olg'im bor. Ammo beshimni siz avatgan heliqi 2 jallod kesib akatgan. Shunga men bu hech narsani ko'rolmayapman. Siz qishimga kelib qo'limni tuting. Men sizni bu yerdan yetlab chiqib qo'yay." Yo'l bosgan dadisining boshsiz gavdasiga yaqinlashmoqchi bo'lib qadam elib edi, putini midiriltamadi. Chunki heliqi yılan uning 2 putini mahkam yog'ib olgan edi. Yılanning kushildigan mudhish ovozi quloq tubida barg'ansiri aniq anglatadi. "Ota, yılan putimni mahkam yog'ib oldi. Mang'amayapman. Siz qishimga kelgan bo'lsangiz," dedi yo'l bosgan zararli. "Ey o'g'lim, beshim bo'lmasa, sizni qandoq ko'ralayman? Undoq bo'lsa, siz avval mening beshimni qaytirib bering," dedi g'oyibdan kelgan ovoz. Yo'l bosgan yana gap qilishga tamshilib edi, yılan uning bo'yniga yugishib, belini mahkam qisib oldi. Mana endi yo'l bosgan nafasmi ololmadi.
yılanni bo'ynidan ajratish uchun kuchsiz qo'llar bilan tirmashdi. Ajallik xirqirdi. Belikut şirketida ovozga ilinib, Belikut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiq Jo'lonining Jallod Xinim nomli tarixiy romanini bugun musharga chaqirdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anglitamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Belikut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs, ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq rasmiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birga birlashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni bil. Belikut